Bu postni bugun shu oyda ismi bot-bot takrorlanadigan, faqat bugungi tadbirlar u anjumanlar qahramoniga aylangan Boburga bag'ishlamoqchiman. Bir qo'lda qilich, boshqasida qalam. 12 yoshda taxt uchun kurashdi. Bobur o'z shahrini 5 asr avval yo'qotgan, o'zga shahardan panoh topgan edi. Bugun qo'limizdagi telefonni yo'qotsak, hayot tugagandek biz uchun. Bobur ko'p marotaba mag'lubiyatlarni ko'rdi, lekin har safar u o'zida qayta turish uchun kuch topa olgan insonlardan biri. Bugun hayotimizda kichik bir qoqilish bo'lsa, taslim bo'lib sinadiganlar juda ko'p. Nega bobomiz qayta oyoqqa tura olganda biz tura olmayapmiz? Nima uchun? Nega menda bunday bo'lyapti degan savolga javob topishga emas, uni o'ylab ko'rmaslikka son sanoqsiz bahonalar qidiryapmiz. Fevral oyi Boburni yana maqtaymiz. Tabriklar, ijtimoiy tarmoqlarda joylanadigan tadbir lavhalari, xotira kechalari va sanoqsiz postlar. Bularning barchasi zo'r albatta, ammo bular istab qilinyaptimi degan savol o'ylantiradi meni. Bobur o'zga yurtda buyuk davlat qurgan kam sonli insonlardan biri. Hatto bir paytlar kechalari oy nurida asar yozishni ham kanda qilmagan. Bil'aks, bugun bu asarlarga go'yo teginib bo'lmas manbadek qaralmoqda. U shariat aqidalariga bag'ishlangan. O'sha paytda o'g'illari Kamron va Humoyun uchun dasturul amal vazifasini bajargan. O'z ichiga haj, zakot, namoz, shuningdek boshqa muqaddas amallar va qoidalar haqidagi she'riy mozorlarni jamlagan mubayyinni ham yozgan. Bugun bu asarlar hech birimizning tilimizda yangrayotgani yo'q, faqat adabiyotshunoslargina kasb nuqtai nazaridan o'rganyapti. Ammo bugun Boburni, uning Boburnomasini chet elliklar o'qimoqda. Boburga bo'lgan qiziqishlari avlod ajdodga mansublik bilan o'lchanmayapti. Uning nomini chinakamiga ulug'lashayapti. Bugun u barpo etgan buyuk davlatda nabirasi Shohi Jahon qurdirgan Toj Mahalni bir marta ko'rish uchun oshiqishadi. Haqiqatdan ham u shoh sifatida buyuk davlat qura olgan bobomiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu postni bugun bayram bo'lgani uchun emas, Boburni vijdon bilan o'quvchi, chin dildan o'qishga harakat qilayotgan avlodi Gulyuz Javharova yozdi. Rahmat hammaga.